Jasur, aytgan hamma ishlarni tugatdingmi? Ha, aka, hammasini tugatdim. Bo'ldi, tugatgan bo'lsang yuz qo'llaringni yuv. Vaqtim kech bo'lib ketibdi o'zi. Xo'p bo'ladi aka, xo'p. Shu desangiz aka, siz hayotingizga rosa havas qilaman-da. Nimamga havas qilasan uka? Men ham senga o'xshagan bir odamman-da. Qarzlaringiz yo'q. Hech kim sizga telefon qilib uka, nima bo'ldi deb so'ramaydi. Hayotingiz xotirjamlikka to'la. Men bo'lsa hayotimdan baraka qo'shgan. Qarzlarimni gapirmasam bo'ladi. Eskisini yopsam, yangisi ochiladi. Nima qilishga bosh qotgan aka? Men ham oldin senda edim. Shu men qilgan ishlarni sen ham amalga oshirsang, sen ham hayoting bundan yaxshilanadi. Xo'p aka, aytingchi. Birinchi o'rinda boyaga aytgan xatoingni boshqa qaytarma. Qaysi xato aka? O'tmishingdan nolib, dardingda Xudodan boshqa hech kimga aytma. Do'st bo'lsa senga dalda bo'ladi, dushman bo'lsa vaziyatingdan foydalanadi. Keyingisi, qiladigan maqsadli ishlaringni hech kimga aytma. Chunki seni nima ish qilishing hech kimga qiziq emas, faqat harakat qilib natijasini insonlarga ko'rsat. Va oxirgisi, zarurat bo'lmasa hech qachon qarz olma. Chunki olganingda boshida yengillik tuyuladi, lekin to'lovlar yaqinlashgan sari halovatingni o'g'irlaydi. Qarz oldingmi, imkoniyating darajasida qaytaring. Chunki insonlarda senga bo'lgan ishonchi yanada ortadi. Shu uka, bu aytgan narsalarga amal qilsang, Xudo xolasa hayot bundan da yaxshilanadi. Ularga men sizni tushundim. To'g'risi siz aytgandek qilaman hammasini. Birodar, tushuning, sizni tashqaridan kelib birov tuzatib qo'ymaydi. Sizni birov tashqaridan kelib tuzatib qo'ymaydi. Eng qiyin ish o'zingizni ustingizda olib boradigan ish.